Bizdan boshqa joyda sotuvda yo'q. Avtomat korobka Zoomlion 2004 traktorimiz. To'liq obzori YouTube uchun olish boshlandi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. Narxini oldindan aytib ketaman. 1 milliard 250 million 20% boshlang'ich to'lov bilan akalar 5 yillik muddatga lizingga chiqarib bera olamiz. Endi obzorni oxirigacha ko'rib turasizlar akalar. Birinchi navbatda salon qismiga keladigan bo'lsak, to'liq avtomat korobka bilan jihozlangan akalar. Oldiga, orqaga. Hozir men nimasini ham yoqib ko'rsataman, tablosini. Hamma ma'lumotlar shu planshet orqali chiqadi, tablo orqali, ya'ni gaz qismlari bu yerda joylangan. Orqa priborni upravleniya qilish. Mana. Idishini qo'shib ayirish, blokirovka, galkalariga, vommiki akalar mana. Orqaniki bu presetnoy qismniki. Mana tablosi akalar. To'liq ma'lumot, informatsiya shu yerda beriladi. Ko'rishinglar mumkin. To'liq informatsiyasini. Traktor holati, necha salar kiyayotgani to'liq ma'lumot beradi akalar. Korobkasi 4 ta oldinga, 4 ta orqaga. Bundan tashqari har bittasida 6 tadan paketi bor. Shunda hisoblayveringlar. Misol uchun, birinchi kursda 6 ta paket, ikkinchi kursda 6 ta, 3 ta 6 ta, 4 ta 6 ta. Oldiga qanday yursa, orqaga xuddi shunday tezlikda yuradi akalar. Endi zadniy mos korobkasiga keladigan bo'lsak, avtomat korobka nega bunchalik narxi qimmat deganlarga eng ustunlik tomoni buni avtomat korobkasi, ya'ni germanskiy avtomat korobka bilan jihozlangan akalar. Xitoy o'zida ishlab chiqarilmagan germanskiy. Shuning hisobiga avtomat akalar. Xohlasangiz bizda mexanika varianti ham bor. Buni narxi ancha arzon chiqadi. 810 million, ya'ni ham kelishtirib qilib beramiz. Buni narxi boya aytib ketdim, 1 milliard 250 million akalar. Ko'pchilik narxini aytmay obzor qiladi. Biz narxini ham aytib obzor qilaveramiz. Kerak odam o'zi olaveradi akalar. Aytganimdek lizingga chiqarsak bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha boshlang'ich to'lov 20% bilan. Fermer xo'jaligingiz bo'lsa 12% indeks ham qaytadi. Transmissiyasini bitta ko'rsatib ketay, orqa tomondan tag qismini. Mana. O'zi bartoy qismini ham ko'rishlar mumkin. Hozir nargisini ham ko'rsataman, qanchalik farqi borligini ko'rasizlar akalar. Orqa naviska qismida ham anchagina farqi bor u bilan. Mana, uji bu boshqacha. Bu mexanika variantimiz Zoomlion yozuvlari bilan boshqacha chiqqan. Avtomat korobkamiz boshqacha bo'lib chiqqan. Ko'rinishida ozgina farqi bor. Voziqlari baland buniki ancha past chiqarilgan, hozir ko'rsataman. Mana buni voziq tomoni sal pastroq chiqarilgan, gulishlar sal boshqacha. Bo'ldi, qolgan joylari bir xil, lekin zadniy mos qismida anchagina farqi bor. Fermer o'rtoqlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Texnika qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilinglar. Xudo xohlasa yana ham kelishtirib qilib beramiz. Bu narx faqat yangi yilgacha akalar. Undan keyin amal qilmaydi. Yangi yilgacha shu narxda ketadi akalar. Orqasiga bitta ermon qo'shib beramiz. Yana ham kelishtirib qilib beramiz. Kelishilgan holatda aytilish narxi 1 milliard 250 million. Xudo xohlasa kelsanglar, chiroyli qilib monitor yaxshilab ko'rishing. Оборот, поворот, paketlari skorsi. Har bitta skorsi 6 tadan paket akalar. Bundan tashqari qo'shimcha skorslari ham bor. Hozir men sizlarga haydab ko'rsatib beraman traktorni. Eshik yoping. O'tirib oling bemalol. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Akalar mana hozir ko'rishlar mumkin. Orqaga biz ko'rsatamiz traktorimizni. Birinchi skors ko'rasizlar. Birga kiradi. Zadniy bu yoqda reversi bor, mana yurish boshladi. Monitorga qarating kamerani. Avtomat korobkalar. Paketdan paketga o'tadi. Tash boraveradi. Xuddi shu tartibda oldiga ham yuraveradi akalar. Hozir oldiga yurib ko'rsatib, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mamnun. Yurayotgan qismini qaranglar mana. Burada ketyapmiz. Paketdan paketga L ga o'tdi. M ga, H ga, S ga, gaz bosgan sari tezlashadi shunga qarab. Birinchi skor so'zda. Kamerani berib turing. Bundan tashqari 4 ta skor bor, hammasi paket. L H ham bor, ya'ni sal tezroq skor ham qo'shadi. Avtomat korobkasini siz ko'rmagan bo'lsangiz, mana avtomat korobkasi akalar, Zoomlionni. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Lizing asosida 1 yildan 5 yilga olsanglar mumkin. Avtomat korobkasi, mexanika korobkalari ham bor, boshqa modellarimiz ham bor.